Buni Alloh panoh bersin, ba'zida ko'p holatda yoshlar kattalarni hurmat qilmaganligiga guvoh bo'lamiz. U transport ichida bo'ladi, jamoat joyida bo'ladi, boshqa holatda bo'ladi. Ko'rib turibmiz, qishni sovuq kunlarida, yomg'irli kunlarida o'sha otaxon, onaxon qo'llarida og'ir yuk bilan yo'lda qarab o'tiribdi, yurib o'tiribdi, oldidan mashina bilan o'tib turibmiz. 2 daqiqaga mashinamizni chetga olib, o'sha kishini mashinamizga mindirsak, yo'limiz usti bo'lsa, ozgina bo'lsa ham olib borib qo'ysak, bekatgacha bo'ladimi, boshqa joygacha bo'ladimi, imkoniyat qadar. Aslida shu-ku sizni dinimiz. Aslida hurmat qilishlik, musulmonchilik, bir-birimizni hurmat qilishligimiz aslida dinimizni o'zagi shu. Alloh panoh bersin, ba'zida guvoh bo'lamiz. Yo'llarda, katta yo'llarda ketyapti. Undan oldin bitta mashina agar yo'lini to'sib bu tomonga o'tsa, to'inki o'shani quvib, unga qarab, uni haqorat qilmaguncha to'xtamaydigan yoshlar bor. O'sha yoshi ulug' siz bizni boshqa bir fikr bilan yo'lda ketayotgandir. Boshiga bir musibat tushgandir. U fikr bilan yo'lda yurayotgandir. Yoshi ulug'ligini inobatga olib, ba'zida o'zimizni bosishlikni, o'zimizni isloh qilishligimizni o'rganmoqligimiz kerak.